Inson organizmida ikkinchi yurak haqida eshitganmisiz? Bitta yuragimiz ko'krak qafasining ichida, ikkinchi yuragimiz esa qorin bo'shlig'i bilan ko'krak qafasining o'rtasida diafragma degan organimiz bor. Bu organ haqida ko'pchilik eshitmagan yoki eshitgan bo'lsa ham ahamiyat bermagan. Bugun diafragma organi haqida, diafragma muskuli haqida gaplashamiz. Agar diafragma bo'lmasa, birinchi yuragimiz ham yaxshi ishlamaydi. Ayniqsa, bu mushakda ishi agar buziladigan bo'lsa, butun tanada muammo paydo bo'ladi. Bugun shu haqida gaplashamiz. Bunaqa informativ ma'lumotlar, bunaqangi videolar o'zbek auditoriyasi uchun yangilik bo'lganligi uchun, buni ko'proq odamlarga yetib borishini ta'minlash uchun like hamda podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Demak, biz boshladik. Diafragma muskuli bu alohida organ. Bu organ ko'krak qafasi bilan qorin bo'shlig'ining o'rtasida joylashgan. Diafragmaning ikki xil qismi bor. Mushak qismi hamda tog'ay qismi bor. Bu mushak qismi qisqargan paytda nafasimiz chuqur olgan paytimizda pastga engashadi, ya'ni pastga tushadi. Nafas chiqargan paytimizda esa tepaga ko'tariladi. Ya'ni klapan vazifasini bajaradi. Nafas olgan paytimizda deb chuqur nafas olsak pastga tushadi. Ya'ni qubayotganda nafasni pastga shimib berish, ya'ni nafas qisqargan paytda nafas yo'li orqali havoda kirishini ta'minlaydi va chiqargan paytda aynan qisqarish hisobiga nafas o'pkadan chiqib ketadi. Bu xuddi qubayotganda qishloqlardagi, tasavvur qiling, o'zim qishloqda odamman, kachatga o'xshatamiz. Ya'ni kachat suv deymiz. Kachatda suvi chiqargan paytda kachatda o'zini klapani bor, rezingasi bor. Agar shu rezinka yaxshi to'laqonlik kachatga o'rnashgan bo'lsa, ko'targan paytimizda, sopini ko'targan paytimizda atrofidan suvni shimishini ta'minlaydi. Tushirgan paytda esa rezinka orqaga qaytib, qayrilib tepaga ko'tariladi, suv paqirga lo'mbillab chiqadi. Tasavvur qiling, agar kachatda rezinkasi ozgina yedirilgan bo'lsa, u yaxshi ishlamasa, 10 marta kachat qilsangiz ham zo'rg'a yarim paqir suv chiqadi. Agar rezinkasi yaxshi rivojlansa, plotniy bo'lsa va bemalol pastga engashib, tepaga ko'tarilgan paytda qavariq bo'lsa, plotniy bo'lsa, butun bo'lsa, rezinkasi yedirilib ketmagan bo'lsa, bemalol 2-3 ta kachat qilishingizga, ya'ni sopini tepaga ko'tarib pastga tushirishingizga yarim paqir suv bemalol 2 marta 3 marta qilishingizga lo'mbilab chiqadi. Xuddi shuni singari umurtqani old tomonida, to'shimiz orqa tomonida, qorin bo'shlig'i bilan ko'krak qafasining o'rtasida diafragma degan muskul bor. Bu muskul juda ko'plab vazifaga ega. Bugun shu vazifalar haqida birma-bir sanab beraman. Birinchi o'rinda yurak faoliyatini tizimga solib turadi. Yurak faoliyati agar yaxshi ishlashi uchun albatta diafragma muskuli yaxshi ishlashi kerak. Chunki diafragma muskuli qisqargan paytda nafasni olgan paytimizda pastga engashib, chiqargan paytimizda tepaga ko'tarilyaptimi? Bu bilan birgalikda qon aylanish tizimini boshqaradi. Tasavvur qilyapsizmi? Yurakdan tashqari ikkinchi yuragimiz hisoblagan diafragma muskuli qisqarsa, qorin bo'shlig'ida bosim oshadi. Bosim oshgani hisobiga ichaklar pastga tushib, nafas chiqargan paytimizda tepaga ko'tariladi va nafas ko'tarilib pastga tushgani hisobiga xuddi damlagan singari velosipedni kamerini damlagan singari damlab qonni yuqoridan pastga oqimini ta'minlab beradi va tepaga ko'tarilgan paytda tananing pastki qismlaridan, oyoqdan, to'pig'idan, boldirdan, yonboshdan, qorindan porshinga o'xshab, motorga o'xshab qilib so'rib olish vazifasini bajaradi. Agarda yurak faoliyatini buzilyaptimi, albatta diafragma muskulining ham ishi buzilgan, shuni hisobiga yurak faoliyati buzilgan deb o'ylashimiz mumkin. Ikkinchidan, mushakda atrofini, ya'ni yurak atrofini o'rab turgan perikard degan pardani faoliyatini boshqarib turadi. Agar perikard ichi to'la suv bo'lsa, ya'ni perikardiya degan kasalligi bor, u shu perikard degan kasallikda kelib chiqish sabablari juda ko'p: yurak faoliyatining buzilishi hamda albatta diafragma faoliyatini buzilishi. Agar diafragma yaxshi ishlamasa, yurakni o'rab turadigan xalta o'zi aslida ichida suyuqlik bo'ladi, lekin parda yallig'lanib, ko'proq suyuqlik hosil bo'lib, yurakning ishini buzib qo'yadi. Buni perikardit deydi. Perikardit kelib chiqishining sabablaridan bittasi albatta diafragma muskulining faoliyati buzilishi. Keyingi vazifasi birinchi vazifalarga bog'liq holatda nafas olishda to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etadi. Ya'ni nafas olgan paytimizda desak, qorindan pastga tushib, bosh ichki a'zolar pastga bosadi-da, nafas orqali o'pkamizga havo kirishini ta'minlaydi. Manfiy bosim orqali o'pkamizga havo kirishini ta'minlaydi. Nafas chiqargan paytimizda esa yuqoriga ko'tariladi-da, nafasni o'pkadan itarib tashqariga chiqarish vazifasini bajaradi. Keyingi vazifasi qorin bo'shlig'ida ichki bosimni bir xilda muvozanatda ta'minlaydi. Agarda diafragma muskuli yaxshi ishlamasa, organlar juda passiv harakat qiladi va ichaklarda faoliyati buzilganlik hisobiga ich qotishi, ich o'tishi va buyraklardagi faoliyat buzilishi mumkin. Chunki diafragma muskuli ko'tarilib tushishi hisobiga, nafas aktida ishtirok etishi hisobiga buyraklarda filtratsiya jarayoni, sidiq hosil qilish jarayoni
sodir bo'ladi. Demak, vazifalarni sanab o'tyapmiz. Bundan tashqari organizmda suv-tuz almashinuvini boshqarish vazifasini bajaradi. Bu degani, agarda diafragma yaxshi ishlamasa, organizm ortiqcha ko'proq suyuqlik hosil bo'lib, ko'proq suyuqlik qolib ketadi tanada. Tasavvur qiling, oyoqlarimizda ko'pchilik insonlarda, yoshi katta insonlarda va ayollarda ayniqsa varikoz kelgan qon tomirlari bo'ladi. Varikoz kelgan qon tomirlarida kelib chiqishining sababi yuqorida, tananing pastki qismida emas, yuqorida limfa aylanishi, qon aylanishi, vena qon aylanishini yaxshi emasligi, dimlanishi sabab bo'ladi. Va dimlanishiga sabab diafragma muskuli yaxshi ishlamasligi, qorin ichki a'zolarini bosimini oshib, ya'ni kichik chanoq bo'shlig'iga, ichaklarda, buyraklarda tiqilib, aposheniya bo'lib, limfa aylanishining qon aylanishi buzilishi hisobiga pastdan qonni so'rib olishi, limfani so'rib olishi buziladi. Tasavvur qiling, qo'limizni vena qon olayotgan paytda yoki tomirdan dori qilayotgan paytimizda qo'limizni jigit bilan nima qilinadi? Baylanadi. Va qo'limizni bir necha marta ishlatish buyurilsa, qo'limizda nima bo'ladi? Vena qonni kelish ko'paygan hisobiga qonlarimiz, tomirlarimiz bo'rtadi. To'g'rimi? Bo'rtib chiqadi. Xuddi shuni singari, agarda oyoqlarimizda varikoz kelgan qon tomirlari kelib chiqishining sababi tananing yuqori qismida, ya'ni qorin qismida, chanoq sohasida va bel sohasida va ko'krak qafas sohasida mushaklarning ishini yaxshi emasligi va ichaklar faoliyatini buzilishi hisobiga qon, limfa aylanishini buzilishi sabab bo'ladi. Va aytib o'tib ketdik, tananing pastki qismlarida ko'p miqdorda qon qolib ketsa, CD almashinuvi ham buziladi. Buyraklarda filtratsiya xususiyat buzilganligi hisobiga CD yetarli miqdorda hosil bo'lmaydi. Bundan tashqari ichaklar faoliyatini boshqarib turish vazifasini bajaradi. Agarda diafragma faoliyati buzilsa, ichaklarda peristaltikasi, ya'ni o'zini to'lqinsimon harakati, mayakteksimon harakati va bir-biriga nisbatan itarib harakati, ichaklarda harakati buziladi. Natijada ichaklarda zastoy, dimlanish, kolit, enterokolit va tibbiyotda bilan aytganda va ko'proq aytganda xalq bilan aytganda ich qotishi, ich o'tishi kabi kasalliklar, muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Xo'p, bu kichkina arzimagandek ko'rilgan bu diafragmani yetarli miqdorda qisqarib, yetarli miqdorda bo'shashmasligi va yetarli miqdorda faoliyatini buzilishi, to'laqonli vazifasini bajara olmasligi juda ko'pdan ko'p sabablar bilan bog'liq. Birinchi sabablardan bittasi inson o'ta katta stress qabul qilsa, ya'ni tushkunlikka tushsa, diqqat bo'lsa, siqilsa, kimdir uni xafa qilsa, uni stressga uchrashi diafragma muskulining spazmiga, zijmaniya bo'lishiga, ya'ni tortishib qolishiga sabab bo'ladi. Va insonning ruhiyati tez asabiylashuvchi bo'ladigan bo'lsa, diafragma muskulining qisqarib bo'shash faoliyati ham buziladi. Kim asabiylashadigan bo'lsa, diqqat bo'ladigan bo'lsa, albatta uni diafragma muskuli siqilgan, qisqargan bilsak, diqqat bo'lgan odam gavdasi oldiga engash bo'lgan holatda bukchayib olib, siqilib o'tiradi yoki yig'lab o'tiradi. Bu holatga uchragan insonlarning ko'pida diafragma muskuli qisiladi-da, uni noshkalari bor, ya'ni oyoqchalari bor. Ko'krak qafasiga, qorin bo'shlig'iga, umurtqaga birikadigan qismlari bor. Shu qismlarda tortishib qoladi. Uni bo'shashlikka yo'l qo'ymaydi. Natijada yetarli miqdorda ko'tarilmaydi ham, yetarli miqdorda bo'shasholmaydi ham. Natijada o'zini elastikligini, harakatchanligini yo'qotadi-da, muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Stressdan tashqari gormonal o'zgarishlar, organizmdagi gormonlar miqdorining bir ko'tarilib, bir tushishi ham diafragma muskulining faoliyati buzilishiga, bundan tashqari nerv tizimini, markaziy nerv tizimini, periferiy nerv tizimini faoliyati buzilishi hisobiga nerv bilan innervatsiya qilinadigan mushakda faoliyat buzilishi, ya'ni nervus vagus deymiz, 10-juft nerv. Bu nerv faoliyat buzilishi hisobiga ham diafragmada faoliyati buzilishi mumkin. Nafas kasalliklarini, ayrim kasalliklar ham diafragma faoliyatini buzilishiga, ayniqsa o'pka kasalliklari, plevra kasalliklari ham diafragma muskulini faoliyatini buzilishiga sabab bo'lishi mumkin va bitta muammo ikkinchi organ muammosiga sekin-asta o'tib ketishiga va kasallik cho'zilishiga va kattalashishiga sabab bo'lishi mumkin. Bizni xafa qiladigan juda ko'p holatlardan bittasi, ko'pchilik bu muskul haqida, bu organ haqida unutib qo'yadi. Ayniqsa kardiologlar, pulmonologlar, gastroenterolog, ya'ni oshqozon-ichak sistemasi kasalliklari, flebologlar diafragma muskulining faoliyati buzilishini inobatga olmaydida, davolash jarayonida aynan bu muskulning faoliyatini qayta tiklanishini ikkilamchi, uchlamchi, to'rtlamchi darajaga qo'yib yuboradi. Agar bu muskulni o'z vaqtida qisqarib bo'shashuvchanligini, tonusini ta'minlab bersa va uni no'shkalarini tortishib qolishini kamaytirishga erishsa, diafragma muskuli to'laqonli o'z xizmat vazifasini bajara olsa, uni bemalol sog'lom holatga, o'z xizmat vazifasini bajaradigan holatga keltiradigan bo'lsak, kasalliklardan tezroq qutulish mumkin. Ayniqsa ayrim holatlarda birinchilardan bo'lib diafragma faoliyatini qayta tiklanish kasallikni sog'ayishini tezlashtirishi ham aniqlangan, fanda aniqlangan. Misol uchun nafas a'zolar kasalliklari, pnevmoniyalar, bronxial astmalar, hobillar,
ya'ni xronический обструктивный болезнь, ya'ni surunkali o'pka kasalliklarida ham, bundan tashqari plevra kasalliklarida ham, yurak kasalliklari, yurak ishemik kasalliklari, stenokardiya, infarkt kasalliklarida, zo'riqish stenokardiyalarida va aritmiyalarida, bundan tashqari perikarditlarda bu kasallikni davolash uchun birinchilardan bo'lib diafragmani qisqa bo'shashuvchaligini, tonusini va uni ishlovchanligini yaxshilansa, kasallik tezroq tiklanadi. Bundan tashqari ichak faoliyatini kasalliklarda ham, misol uchun yo'g'on ichak kasalliklari, karditlarda, ingichka ichak kasalliklari, enterokarditlarda, enteritlarda, bundan tashqari oshqozon osti bezi faoliyatini kasalliklarda, pankreatitlarda va oshqozon va 12-barmoqcha yara kasalliklari va oshqozon ichak kasalliklarida ham diafragma muskulining faoliyatini yaxshilash kerak. Birinchilardan bo'lib, tananing pastki qismlarida, shishlarda, limfostazlarda, varikoz kelgan qon tomirlarida, qon aylanishii yaxshi bo'lmasligi holatlarida va diabet kasalligi bilan kasallangan insonlarda, ayniqsa oyoqdan qon yaxshi yetib kelmasligi holatlarida, diabetik angiyopatiya, nefropatiya, polinevropatiya kasalliklarida ham birinchilardan bo'lib diafragma faoliyatini, diafragma muskulini, organini faoliyatini yaxshilash kasalliklarda zo'rayib ketmasligini ta'minlaydi. Diafragma faoliyatini tiklanishi va bu kasallik tezroq tuzalishiga, tezroq oyoqqa turishligiga va kasallik tezroq remissiya davriga tushib, tezroq sog'ayishligiga sabab bo'ladi. Qanday qilib diafragma muskulini, diafragma organini faoliyatini yaxshilash mumkin? Uni ishlovchanlik faoliyatini tiklashlik, uni sog'aytirish, uni davolash mumkin. Buning uchun Entashifo klinikasida osteopatik korreksiyalar orqali va kineziologik korreksiyalar orqali diafragma muskulini ishini tiklashlik, uni korreksiya qilishlik va noshkalarini, ya'ni birikkan qismlarini bo'shashtirish orqali diafragma muskulining faoliyatini qayta tiklanishi mumkin. Buning uchun osteopatik korreksiyalar va kineziologik korreksiyalar o'tkazilishi kerak. Bunaqa ishni osteopat hamda kineziolog mutaxassislari kineziologik osteopatik korreksiyalar qilish orqali hech qanaqa dorilarsiz inson qo'li bilan manual terapiyani bitta turi hisoblangan davolash usullaridan biri osteopatik korreksiyalar hamda kineziologik korreksiyalar orqali inson organizmining bu muskullarida ishini tiklashlik mumkin. Hech qanaqa apparatlarsiz, uskunalarsiz, ukol dori, tabletka sistemalarsiz bu usullar orqali diafragma muskulini sog'lom holatga keltirish va kasalliklarni davolash mumkin. Hech qanaqa qo'shimcha apparatura, jihozlarsiz. Inson qo'li bilan ko'p narsalarga qodir va aynan Entashifo klinikasida bu usullarni qo'llab juda katta natijalar olyapmiz. Bu yo'nalishda Xudo xolasa ilmda, o'qishda, izlanishda davom etyapmiz. Xudo xolasa sizlarga yana yangi kasalliklarni davolash usullari orqali olgan natijalarimizni birma-bir qo'yib boramiz. Agarda sizga ikkinchi yuragingiz bo'lgan diafragma muskulining faoliyatini tiklashlik qiziq bo'lsa, buni qanday davolashlik mumkinligi qiziq bo'lsa, biz Entashifo klinikamizga tashrif buyuring va o'zingizdagi muammolarni hali kattalashib ketmasdan bartaraf qilib sog'aytirib oling.